Taniqli xonanda Ozoda Nursaidova yoshlikdagi xatosi haqida gapirdi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Ozoda Nursaidova jurnalistlar bilan suhbatda yoshlik davriga qaytish imkoniyati bo'lsa, nimalarni o'zgartirishini aytib o'tdi. Jurnalistning 18 yoshda bo'lib qolganingizda qaysi xatoni takrorlamagan bo'lardingiz degan savoliga xonanda qisqa va aniq javob berdi. Qattiq sevmagan bo'lardim, dedi xonanda Ozoda Nursaidova. Sardor Rahimxon mish-mishlarga munosabat bildirdi. Mashhur xonanda Sardor Rahimxon ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan gap-so'zlarga o'z munosabatini bildirdi va moliyaviy ahvoli haqida ochiq fikr bildirdi. Oldin ham bitta mashinam, bitta uyim bo'lgan, hozir ham shunday. Men san'at sohasida cho'qqida yurgan odamman. Ilgari kuniga 3-4 ming topib yurgan edim. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Hozir faqat odamlarga yordam berish niyatidaman, deydi Sardor Rahimxon. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videorolikimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.